Uyda uni norozi, qanaqadir muammolarni qalashtirgan xotin kutsa, erkak qochadi bu uydan. Muammolarni gapirishning siri borda. Birinchi o'rinda mana ayollar nimadandir norozi bo'lganda nimadan boshlaydi? Sirazu kamchilikdan, tanqiddan, buni qilmayapsiz, uni qilmayapsiz, kech kelyapsiz, pul bermayapsiz deydi. Erkak o'sha zahoti tanqid erkak uchunchi bu tashlanishda, napadение. Erkak unda raqib ko'rishni boshlaydi. Unda ikkita yo'l bor. Yo o'zini oqlaydi, yo qayta tashlanadi. To'g'rimi? Yo bahonalar topadi, yoki san o'zing bunaqasan, san o'zing bunaqasan. Ikkalasida ham ayol natijaga erisha olmaydi. Erkak uni tushunishi uchun birinchi o'rinda uni qadr-qimmatini oshirish kerak. Uni qilgan yaxshiliklarini eshittirib aytish kerak. Siz menga mana bular qilganingiz uchun, mana bularni qilyapsiz, ko'rib turibman, harakat qilyapsiz, ko'rib turibman, charchayapsiz yoki bilib turibman yoki sezib turibman degan so'zlarni aytsa, erkakda qarshilik to'xtaydi-da, eshitishga moyillik uyg'onadi. Ikkinchi bo'lib, mana shu vaziyat erkak haqida emas, unga qanaqa ta'sir qilganini aytish kerak. Misol uchun, kech kelganingizda men o'zimni keraksiz his qilaman. Telefonimni olmaganingizda xuddiki qadrsizlangandek bo'laman. Har safar menga baqirganingizda men xafa bo'laman. Sezyapsizmi? Siz baqirasiz emas, siz baqirganingizda xafa bo'laman. Siz kech kelyapsiz emas, siz kech kelganingizda men qiynalaman. Va uchinchisi taklif. Keling dadasi, meni xafa bo'lmasin, siz shuni sal ertaroq keling yoki meni xursand qilaysiz, telefonni oling. Mana shunda erkak 100% hammasiga xo'p deydi. Qarshiligini uyg'otmasangiz bo'ldi erkakni. Demak, erkakning siri qadr-qimmatida, uni qilganini tan olinishda va buni unga eshittirishda. Ko'p ayollar mana shuni qilmaydi.